Assalomu alaykum aziz muxlis. Kreml Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvini rad etdi. Rossiya, AQSh va Ukraina Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. prezidentlari Vladimir Putin, Donald Tramp va Vladimir Zelenskiy 3 tomonlama uchrashuv yaqin kelajakda bo'lishi dargumon. Bu haqida Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Ochig'ini aytaman, bu yaqin kelajakda dargumon, chunki prezident Putin bir necha bor yuqori darajadagi aloqalarga tayyorligini ta'kidlab, bu aloqalar texnik darajada, ekspertlar darajasida ishlab chiqiladigan kelishuvlar natijasi bo'lishi kerakligini qayd etgan edi. Shuning uchun prezident Putin bu aloqalarni qo'llab-quvvatlaydi, biroq ularga yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak deb hisoblaydi. Kecha Oq uy matbuot kotibi Levit AQSh prezidenti Donald Tramp Putin va Zelenskiy bilan Turkiyadagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarning 3-raundida uchrashishga tayyor ekanini aytgan edi. Lekin biz rad etamiz. O'sha kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an ham Putin, Zelenskiy va Trampning iyun oyi oxirida Istanbul yoki Ankarada uchrashishni taklif qilgan. Biroq Turkiya Vazirlar Mahkamasi yig'ilishidan so'ng so'zlardan Erdo'g'anning uning eng katta orzusi shunday uchrashuv bo'lishini ta'kidlab o'tishdi. Men hatto Trampni taklif qilmoqchiman degan Turkiya rahbari. Lekin ma'lumot uchun, Istanbulda Chiragan saroyida bo'lib o'tgan tinchlik muzokaralarining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tgan edi. Rossiya delegatsiyasiga prezident yordamchisi Vladimir Medinskiy, Ukraina tomoniga mudofaa vaziri Rustam Umarov boshchilik qildi. Uchrashuv yopiq formatda o'tkazildi.